Eng arzon vodiy kanamizda arzon narxda Lacetti avtomashinamiz keldi. Ikkinchi pozitsiya mexanikasi. Mashinamiz kraskalari ham bitta orqa kriloda kraskasi bor ekan. To'rtta balonlari yangi holatda turibdi. Salon qismlari ham akkuratniy ekan. 2008-yil 464 ming probekda. Avtolar zo'r holatda, konditsionerlari bor, evakor ko'ringlar, toza qimmat chexollar, barlari, temir gazlargacha, multirollargacha, video registrator, majgar pul tayyor ekan. Salon qismlari akkuratniy, yiliga nisbatan ancha chiroyli holatda turibdi. Kuzlar ham bir tekisda yaxshi holatda ekan. Bu fullarga qaratib, bitta chiroyli chiska polirovka qildirsani zo'r ochiladi. Bitta shu orqa krilo kraska ekan. Shu ishi chetda chiqalangan joyi bor ekan. Eshigini o'rtasida shu joyda bor ekan. Kraskalari qolgan joylar top-toza, motor hadovoylarda umuman ishlari, yurishlari ham zo'r ekan haqiqatda. O'zimiz ham haydab ko'rdik. O'zingiz uchun ko'rib tekshirib, keyin atasda pulini berasizlar. Gendavir safoni xohlagan hujjat bo'ladi. Eng arzon vodiy kanamizda o'shamizda $4100 ga bera olamiz.